Asra jonim, asra jururim. O'zingiz asrang. Ha, qayerga? Aya shu keliningiz to'lg'oq tutyapti-da, hali radomga olib boryaptim. 5 oylikdan kim tug'ibdi? Har hafta radomga qatnayverishlari jonimga tegdi. Ay desa yugurib tuguning ko'tarib chiqib ketaverma oldiga tushib, lallaymay o'l. Qayday. Asra jonim. Belim. Qayerga ketyapsan sen ikkalang yana tuguning ko'tarib olib? Shu keliningiz beli og'riyapti ekanda, YouTube'da ko'rdik, o'ziga ko'rinish kerak ekan. Ha, o'l yotib tutibga ishonmay, 6 ta tuqqan onangga quloq sol. Beli og'rigan bo'lsa suvloy qilingan. Behi kompot ichsa, otday bo'lib ketadi. Aya o'tirolmaymiz-ku. Bilgan. Ye. Doktor nima bo'lgan ekan? Qo'rqinchli joyi yo'q, suv loyqalangan. Behi kompot ichsa yaxshi bo'lib ketadi. Kelin, choy qo'ying. Mana aya qo'yapman. Nima qildi yana bahona kasalingizga? Shu Telegramda psixologi Svetlana Petrova aytgan ekan, jotish kerak ekanda, qimirlamay. Bizlar ham tuqqanmiz, ang-panglamay, kir yuvib, qorni suvga kirdi, chayqab olib, tandir non yopib ketganmiz, siz qilmagan. Yotaversa bola katta bo'lib ketadi, xotiningning oyog'i shishib ketadi, erta tug'anmay yirilib o'ladi keyin. Bir qo'limda onami, bir qo'limda ayol. Ikki qo'lingizda ham ayolingiz o'g'iltoy, nima qilibdi oyog'iga? Oya eshitdi-da, jotorgan ekan. Kelin kelib qo'limdan ishimni oladi desam, o'g'limni olib qo'ydi-ku bu. Ehtiyot uchun. Kelavering siz ham. Endi kimni yetaklab keldingiz? Yenaga aya bolaga qaraydi-da, ovqatlantiradi, tagini tozalaydi. Amana sumaringiz nima ish qiladi bo'lmasa? Facebookda ko'rdik, tug'andan keyin 3 yil umuman ish qilish mumkin emas ekanda. Ya, enaga penagangni javobini berib yubor. O'zim mana tekin tomog'ing boqayotganim ham yetadi. Mana Lalaku eng zo'r texnologiyalar bilan ishlab chiqarilgan. Bir razmeri ham bor. Turskchalik. Eng zamonaviysi shu. Lalaku. Aytchi? Molda suti nimaga mol? Aya sut qochibdi-da. Bo'lsa qochadi-da. Nimaga qochadi aya shu? Yelena Petrovangizdan so'rang, YouTube'ingizdan so'rang. So'radi, ular sut qochgan joyigacha bilar ekanda.